ulug' Tengri taoloti bilan به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه عزیزانی که بیننده این ویدیو هستند. به سلسله درس‌های قبلی امروز درس سوم میخونیم و یک چیز یادتان نره که این درس ها را شیر کنین تا دیگه هموطنان ما یاد بگیرن. uchinchi dars سوم. oilangiz bormi? Oilangiz bormi? Shuma famil dorid? Otingiz nima? Otingiz nima? Yo ham ismingiz nima? Ismingiz nima? Nomi shuma chi hast? O'ylanganmisiz? O'ylanganmisiz? Shuma mutahhil hastid yo shuma arusi kardin? و اگر از زنها سوال شود گفته میشه که turmushga chiqqanmisiz? Turmushga chiqqanmisiz? Bolalaringiz bormi? Bolalaringiz bormi? Shuma avlod dorid? Men o'ylanganman. Men o'ylanganman. Man mutahhil hastam. Men tulman. Men tulman. Man beva hastam. Mening otam, onam, xotinim, o'g'lim va qizim bor. Mening otam, onam, xotinim, o'g'lim va qizim bor. Man padar, modar, zan, psar va دختر دارم. Men Faryobda tug'ilganman. Men Faryobda tug'ilganman. Man dar Faryob tavallud shudam.